Xudoga soldim dedimi, siz tamom bo'lgansiz. Bo'ldi. Endi Xudoga solgandan keyin sizga balo kelmayaptimi, u undan ham beshbattar bo'ladi. Balo kelsa xursand bo'ling. Xudoga soldim sani dedim, uy. Tamom bo'ldi. Chirqirator degan. Alloh subhanahu va taolo bironta bandasini xafa qildirib qo'ymaydi deb qo'ydi. Bironta bandasini xafa qildirib qo'ymaydi qiyomat kuni. Hammasini haqqini olib beradi. Chunki u adolatli zot, hech kimni xafa qildirib qo'ymaydi qiyomat kuni. Hech kim hatto kofir bir-biridan norozi bo'lib qolmaydi. Haqqini olib beradi hammasini bir-biridan. Xudoga soldim dedimi, siz tamom bo'lgansiz. Bo'ldi. Endi Xudoga solgandan keyin sizga balo kelmayaptimi, u undan ham beshbattar bo'ladi. Balo kelsa xursand bo'ling. Xudoga soldim sani dedim, uy. Tamom bo'ldi. Chirqirator degan. Alloh subhanahu va taolo bironta bandasini xafa qildirib qo'ymaydi deb qo'ydi. Bironta bandasini xafa qildirib qo'ymaydi qiyomat kuni. Hammasini haqqini olib beradi. Chunki u adolatli zot, hech kimni xafa qildirib qo'ymaydi qiyomat kuni. Hech kim hatto kofir bir-biridan norozi bo'lib qolmaydi. Haqqini olib beradi hammasini bir-biridan.